Bugun dunyoda yangi avlod avtonom parvoz va boshqaruv texnologiyalariga sarmoya kiritayotgan yuzlab startaplar va hatto yirik mudofaa kompaniyalari, jumladan Lockheed Martin, BAE Systems, Northrop Grumman va boshqalar mavjud. Ammo ularning ichida bir kompaniya yaqinda e'tibor markaziga tushdi. Bu Shield AI. Ular yaqinda 21-oktyabrda yangi loyihasi XBAT ni taqdim etdi. Bu uchuvchisiz, uchish yo'lagisiz va butunlay sun'iy intellekt tomonidan boshqariladigan jangovar samolyot. Xullas, zamonaviy havo jangining yangi davri boshlandi. Shield AI 2015-yilda AQShda, San Diegoda aka-uka Brandon va Ryan Tseng hamda dasturiy ta'minot muhandisi Andrew Reiter tomonidan asos solingan. Brandon Tseng ilgari AQSh harbiy dengiz kuchlari maxsus bo'linmasi tarkibida xizmat qilgan va Afg'oniston hamda Iroqdagi urushlarda ham qatnashgan. Uning jang tajribasi bir g'oya tug'ilishiga sabab bo'ldi. Askarlarni sun'iy intellekt orqali himoya qilish. Ularning birinchi mahsuloti Nova nomli kichik, yopiq joylarda ishlovchi razvedka droni edi. Keyin ular VBAT nomli VTOL dronni yaratishdi. U kemalardan uchib, vertikal tarzda qo'na olardi. Bu dizayn shu qadar muvaffaqiyatli bo'ldiki, Shield AI AQSh sohil quruvchilari bilan $200 million shartnoma tuzdi. Ammo jamoaning maqsadi bundan ham katta edi. Bu texnologiyani jang qilish darajasiga ko'tarish. Endi e'tibor bering, bu XBAT. Bu dunyoda birinchi marta sun'iy intellekt tomonidan boshqariladigan vertikal uchish va qo'nish imkoniyatiga ega jangovar sinfdagi samolyot. Uning miyasi HiveMind tizimi bo'lib, ilgari DARPA loyihasida F-16 samolyotini boshqargan va inson uchuvchini dogfightda yenggan. Oddiy masofadan boshqariladigan dronlardan farqli o'laroq, HiveMind na GPS, na doimiy aloqa signallariga muhtoj. U atrof muhitni aniqlay oladi, relyefni xaritaga tushiradi, tahdidlarni aniqlaydi va real vaqtda mustaqil qarorlar qabul qiladi va hatto zarba berishi ham mumkin. Shield AI bu yondashuvni odam nazoratida, lekin qo'lda emas, tizimda deb ta'riflaydi. Tashqi ko'rinishga qaraganda XBAT ixcham, ammo juda nafis muhandislik namunasi. Qanotlari 11.9 metr yoki 39 fut, uzunligi 7.9 metr yoki 26 futni tashkil etadi. Dum qismisiz Blended Wing Body dizaynida ishlab chiqilgan va stealth texnologiyasi uchun optimallashtirilgan. Dvigateli yo'nalishni o'zgartira oladigan Vector Thrustga asoslangan. Jangovar sinfdagi reaktiv turbofan bo'lib, u F-16dagi F-100 yoki F-110 turiga o'xshaydi. Parvoz masofasi aql bovar qilmas darajada yuqori bo'lib, 2000 dengiz mili, taxminan 3700 kilometrni tashkil etadi va uchish balandligi esa 50 000 fut, taxminan 15 kilometrga yetadi. Parvoz yo'lagisiz ko'tariluvchi ushbu samolyot uchun bu interkontinental masofa demakdir. An'anaviy ko'tarilish usulidan farqli ravishda XBAT mobil relsli tirkamadan uchadi. Boshqacha aytganda, u VTOL texnologiyasiga asoslangan. Samolyot vertikal holatda qanotlari bukilgancha turadi. Rels vertikal holatga keladi, dvigatel yoqiladi va samolyot yuqoriga otilib, keyin gorizontal parvozga o'tadi. Qo'nishda esa dvigatel pastga buriladi va u yana o'sha platformaga vertikal tarzda tushadi, xuddi SpaceX raketasidek. Bu degani, XBAT endi uchish yo'lagiga bog'liq emas. Uni oroldan, kichik kemalardan yoki hatto yuk mashinasidan ham uchirish mumkin. O'lchami kichik tuyulishi mumkin, lekin XBAT chinakamiga jang maxluqi. Dizayn chizmalarida ichki qurol bo'limi ham bo'lib, u stealth qobiliyatiga moslangan va tashqi beast mode holatidagi raketa o'rnatish nuqtalari ham mavjud. U AIM-120 Amram, AIM-174 uzoq masofali raketalar va AGM-158C LRASM kemaga qarshi raketalarni olib yurishi mumkin. Qisqasi, bu ko'p vazifali jangovar platforma bo'lib, razvedka, elektron urush va aniqlik bilan zarba berish barchasi bitta samolyotda. Shield AIning maqsadi aniq: uchuvchilar hayotini xavfga qo'ymasdan jangovar ustuvorlikni oshirish. Loyiha rivoji tez sur'atda ketmoqda. Kompaniya dvigatel sinovlari, radar kesim yuzasi o'lchovlari va shamol tunnelidagi testlarni San Diegoda olib bormoqda. Kompaniya rahbariyatiga ko'ra, yordamchi tizim parvozlari 2026-yilda, to'liq tizim sinovlari 2027-yilda, ommaviy ishlab chiqarish esa 2029-yilda boshlanadi. Kompaniya hozir $100 million daromad qilayotgan bo'lsa-da, hali ham katta qismi ilmiy tadqiqotga yo'naltirilmoqda. Albatta, uzoq muddatli maqsad uchun. XBATni boshqa samolyotlardan ajratib turadigan jihati uning narxi.
Bir donasi taxminan 27-30 million dollar turishi kutilmoqda. Dastlab bu yuqorida ko'rinsa-da, zamonaviy jangovar samolyotlar bilan solishtirganda bu arzon. Masalan, F-35 80 dan 100 million dollargacha, bitta uchuvchini tayyorlash esa 10 milliondan ortiqqa tushishi mumkin. Sun'iy intellekt boshqaruvi esa bu xarajatlarni hal qiladi. AQSh harbiy havo kuchlari hozirda uchuvchi tanqisligiga duch kelmoqda. Shunday paytda AI tizimlari bilan bo'shliqni to'ldirish mumkin. Shield AI'ning raqiblari orasida General Atomics va Anduril kompaniyalari bor. Ular allaqachon AQSh havo kuchlarining CCA dasturida g'olib bo'lgan. Ammo Shieldning ustunligi AI boshqaruvi va VTOL harakatchanligini birlashtirgan yagona yondashuvga egaligida. Savol tug'iladi. Sun'iy intellekt haqiqiy urush paytida soniyaning o'zida muhim qaror qabul qila oladimi? Shield AI'ga ko'ra, ha. HiveMind AI tizimi allaqachon Ukrainada jangovar sharoitda sinovdan o'tgan. GPS to'silgan holatda VBAT missiyalarini bajarib kelmoqda. Ammo kompaniya asoschisi Brendan Tseng AI hech qachon o'lim bilan bog'liq qarorlarni o'zi mustaqil qabul qilmasligi kerak, deya fikr bildirgan. Bu Shield AI AQSh harbiy va NATO siyosatiga havola bo'ladi. Ular AI'ni qiruvchi robot emas, balki inson hayotini himoya qiluvchi, jangovar kuch va aniqlikni oshiruvchi vosita deb hisoblashadi. Dronlar o'ta zamonaviy so'z emas. Ular Birinchi jahon urushidan beri mavjud. Ammo hozir ularning roli mislsiz darajada o'zgardi. 2010-yilda atigi taxminan 10 ta davlatda dron texnologiyasi mavjud edi. Hozirda esa 110 dan ortiq. Ukraina va Yaqin Sharqdagi urushlar shuni ko'rsatadiki, ular zamonaviy janglarda markaziy rol o'ynaydi. Muammo shundaki, ko'p dronlar hali ham GPS va uchish yo'lagiga bog'liq. XBAT esa bu ikki muammoni birdan hal qilgan. AI boshqaruvi va VTOL xususiyati: u istalgan joydan uchadi, minglab kilometr parvoz qiladi, zarba beradi va qaytadi. Na uchuvchi, na parvoz yo'lagi kerak. Demak, bu kelajak jangi texnologiyasimi? Ehtimol. Ammo bitta narsa aniq: avtonom havo kuchlari endi nazariya emas. Bu allaqachon haqiqat. Harbiy texnologiyalar, dronlar, samolyotlar, muhandislikka qiziqasizmi? Agar ushbu video manzur kelgan bo'lsa, nima qilishni o'zingiz bilasiz. Rahmat. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.